Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim mayda pishirilgan qo'y qo'vrug'isi. Bu qo'rimning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Qo'yning yumron qo'vrug' go'sht 1 kilogram, tuxum 1 dona, bosh piyoz 1 bosh. Ya'ni qizil turubda tayyorlangan gul 1 dona, qo'shimcha oshko'ka. Tuz, tetikqo, aqmoch, qizilmuch uni, zira, yo'lkiraxmal, zanjil, sumay qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Oldindan qo'rg'ini 5 cm uzunlikda bir taldan ayirib to'g'rab olamiz. To'g'rab bo'lgandan keyin, ya'ni bir qanchaga suv akilib, suvga bosh piyozni nepis tushirib silib, biroz zanjibil solamiz. Arqadan tuzdan 2 bal qo'shib solamiz. Arqadan tayyorlangan bu go'shtni solamiz. 2 soat atrofida zanjil bosh piyoz tempirilgan suvga chilab, bu qo'rg'uga tempirilib olamiz. Hamda biz bu qo'rg'uni bir taldan siqib, suyini chiqarib, ilg'ab olamiz. Hamda o'choq o't yoqib, qozon qizg'andan keyin 2 kilogram atrofida sumay quyib olamiz. Biz endi qozon may quyib oldik. May qizg'ichorlikda qo'vrug'ini dasga silib, tuxumdan 1 dona chiqib olamiz. Orqadan tuz 1 bal qo'shiq. Ya'ni tetikqo 1 bal qo'shiq. Aqmoch yarım bal qo'shiq. Orqadan yo'lkiraxmal solamiz. Zanjil suydan biroz qo'yamiz. Aralashtirib olaylik. Orqadan ziridan 1 bal qo'shib olaylik. Maymi qizib qapti. Mayni biz 7-8 daraja atrofida qizitib, ondan qo'rg'in solamiz. Qo'rg'ini bir taldan ayirib solamiz. Biz bu qo'rg'uga kiraxmal silishdan maqsad go'shtni churish chiqarishdan iborat. Endi kirapcha ko'kini tizib, taxsining bir tarafiga qizil turubdan tayyorlangan bu gulni quyib bizib olaylik. Bu go'shtni pishib qoldi, suzdoq. Ondan tuz aralashma zirdarmakni sepimiz. Tuz oz miqdorda, aqmoch, oz miqdor zira, so'qqan qizilmuch uni muvofiq miqdorda. Bu tuz aralashma zirdarmak bo'ldi. Buni ustiga teksipimiz. Sepgandan keyin taxsiga ratlik tizaymiz. Arqadan
biz bu qovurg'uning ustiga bosh piyozni inchik qalamchi qilib to'g'rab ustiga chechib, yana osh ko'kidan cho'ng-cho'ng to'g'rab sipib tayyorlab iste'mol qilsak bo'ladi. Bu qo'rma o'zgacha bo'lib, oilalarda tayyorlab yeyishga bakmi bo'p keladi.